Yana nima bor? Bular necha puldan? Assalomu alaykum xola. Ana bu filakcha. Filakcha 100 ming deyapti. 100 ming so'm ekan. 100 ming deyapti. Chiqaraymi xola? Bildim. Ana o'zlari ekanlar. Salom beraptilar. Mayli xola, bozoringiz bersin. Hamma narsa bor. Ko'rasizlar mana. Buxoro Qarg'on bozoridan 200 metr Gazli tomonga yuramiz. O'sha yerda bozor bor ekan. Mana yana bor ekan bu yerda. Pichoq eski. Ana bu necha pul ekan? Mana rossiyskiy menimcha bu. Mana. Necha pul ekan bu? 35. 35 ming. 35. Pitka nechi bu? Bittasimi pitka deydim buni. Bu nechi pul? 35. Bu ham 35. Bu ham 35 ha? Rusmisiz? Qancha edi? Ha, hay. Сколько даешь? Men sizni nima qilyapman? Ko'rsatyapman ommaga. Ko'radi buni. YouTube ko'radi. Ha, interesda bu kimgadir kerak. Tushundingiz ha? Xo'sh. Xo'sh. Mantiqazon bor ekan ana. Necha pul ekan tog'am mantiqazon? 300 ming so'm. Alyumin. Xo'sh, yana nima? Ana bunaqa nimalar bor ekan. Nima deydi? Bolt gayka, короче, hammasi. Oho, ana nima ham bor ekan? Lazerni urovень. Buni qancha deyapsiz buni? Necha pul ekan tog'am lazerni urovень? Instrument bor ekan ana hammasidan. Ha, bular endi o'zimizniki, SSSR yo'q bu yerda. Shurpavyor. Xo'sh. Xullas ana shu. Nima ham bor ekan? Koronka mana. Ular kerak bo'ladi. Mana ko'rasizlar yana. Bular hammasi ishlaydi, ha, zamok, pamok. Rezin nimalar toqcha ham bor ekan yana bitta mana. Ko'rasizlar. Bir narsadan shu. Necha pul ekan bu? 30 ming. Smistil bor ekan, rabochi. Bu o'yinchoqlar necha pul? 150 dan ekan. Zani yuzini oling. 100 dan olaymi? Mana tog'o. Mana ko'radi. Bu hamma ko'radi, hech kim nima qilmaydi. Bu liqimiz yo'q. Hammasi joyida. Ana bu necha pul? Mana bu ko'rasizlar mana. Bu nima bu? Bilasizlarmi? Bu drill bu menimcha. SSSR emas, ha? Mana bu ham SSSRniki. Mana. Sapyorni. Mana hamma narsa bor. Zato zo'r narsalar. Ishga bo'ladigan nimalar ham bor ekan mana. Avtomat, rubulnik deysizlarmi? Biz ko'ramiz yana. Mana bu yoqqa ham bor ekan birgala narsalar. Kim tushunsa mana bu traktor kultivatsiyaga bo'ladigan lapka deydi-ku, o'shandan bor ekan. Bu korobkaning ichiga bir nimalar bor. Shpris, shesterna, vtulkalar, ketmoncha. Mana tapor, hammasi rossiyskiy. Damkrat bor ekan mana. Damkrat. Bu arra. Bu eski arralar. Bu shurpavyor ishlaydimi? Assalomu alaykum. Necha pul ekan? Ha, almashtirish ekan, batari ketgan, короче. Hay. Ha. Bitta batariyasi bor ekan, ha. Bu necha pul ekan ana bu? Qo'shimcha. 300 ishlaydi u ham. Hammasi ishlaydi mana. Mana fen nima kerak bo'lsa bor ekan. Qo'yish. Tarozi. SSSR emas, nasos. Bu nasos necha pul ekan? Nasos yo'q egasi. Mana shunday ketaveradi ko'chaga qarab. Nasos necha pul? Mana shu rossiyskiy nasoslar. Hammasi ishlaydimi ular? Remon, ha? Ha, remon ekan. O'shana mikrofon bor ekan yana. Kimga kerak bo'lsa. Tifalamiz rabotchi, ha aka? Ishlaydi deyaptilar akamiz. Chexol polik nimaniki bu? Bu Dentraniki, u Captiva'niki. Captiva'niki bor. Necha pul ekan Captiva'niki? 80 ming. Bozorda ana shular 300 mingdan kam bermaydi. Zato hech nima bo'lmagan mana, ko'rasizlar. Hech nima bo'lmagan bo'ladi. Dentraniki-chi? Dentraniki 70 ming. 70 ming, 210 ming so'm turadi bozorda.
Hech nima bo'lmagan, bitta yuvasizlar tamom. Ne panjda vetyapti, kuzda zakasini Mana nima kerak? Kaska bor ekan. Kaska mana bu buxgalterlarga kerak bo'ladigan apparat. Короче, o'sha narsa. Unitaz, nech pul unitaz? Unitas Hmm. bu öyle 250 ming. 250 ming o'sha yangi remont boshlovchilarga to'g'ri keladi ana shu. Qo'yasizlar, remontni qilasizlar, keyin olib tashlaysizlar. Pechka 500 ming. Bu ishlaydimi aka? Bu nech pul? 250 ming. 250 ming so'm. Mana kalit, ключ hammasi bor ekan. Yo'q narsaning o'zi yo'q. Короче, hammasi ishlaydi. Mana shu yerga kelasizlar, hamma narsa bor. Zato SSSR emas. Ana hozir bunday qaytib buni olaman. Bu yerda ham bor ekan, mana remen deysizlarmi, o'ttik ishlaydigan o'ttik SSSR emas. Mana. Bu kolyoschalar nech pul ekan? Ana, kolyoschalar. Ha aka? Nech pul ham? 100,000. Unisi ham shumi? Maketi ham bor ekan bitta. Maketmi? Bu ham ishlaydi. Bu nima ekan bu? Buni amortizatorga o'xshayapti. Bunisi bilmadim. Xullas o'sha shesterna. Bu reduktormi? Yo'q, bu мясорубка ekan. Mana bu yerdan solasizlar, u yerdan chiqadi mana shu. мясорубка. Nimalar veslar bor ekan. Prujina. Xullas hamma narsa. Mana mashina ham kelyapti, babab qilib. Yana bir joyga borish kerak. Bunu ko'ramiz. Nimalar bor ekan ana bu yerda. Assalomu alaykum. Mana ko'rasizlar. Bu nimaniki aka? Qosh qaysi mashinaniki? U nimaga gazel nimalarga? Ha, gazelga to'g'ri. 100. Nech puldan aka? Damkrat. Damkratlar 150 ga 200 shunday aka. Bular hammasi robotchi, ha? Ishlaydi. Ishlagan mana bular ishlaydi, mana bu ishlaydi, mana ishlaydi. Bunisi 200 ming, ha? Kattasi mana shu. 200 ming ekan. 150 ming, 200 ming shu atrof. Ana ular nimalar nech puldan? Bular 70 Garel- mingdan aka. garelka. 70 mingdan aka. 70 mingdan ekan garelka. 50 mingdan berar ekanlar akamiz. Mana ko'rasizlar. Mana мясорубкалар bor ekan. Qaychi. Bular nima aka? Ha, мясорубкаga zapchas. Mana ko'rasiz. Bu masterokmi bu? Nima ekan bu? Kim biladi buni nimaga ishlatiladi buni? Yozib qo'yganlar, bu nima bu? Mana shu bilan shu rashvga tortadi nimada? Mana. Ko'ramiz. Bozor cho'la garoj sapchas. Mana bankga kerakmi kimga? Mana eski mashinalar. Ular ishlaydi, ha? Ha, pechka. Nech pul ekan? 50 ming so'm pechka. 200 mingga olmaysizlar, 50 ming so'm pechka ana. Ishlaydigan zato. Mana mayda chuyda zapchas hamma narsa bor ekan. Yana bitta narsa ko'rdim mana. Nima bu? Rezina malatok. Nech pul ekan shu? 25 ming so'm ekan. O'ting. Shurpayorlar ishlaydi, ha? Ha. Nech pul ekan bu? 150 ming. мясорубкалар nech pul? 50 ming so'm. мясорубкалар. Yana shochkan bor ekan, shochka. Shundan. Gazniki bor ekan. Yana nimalarni? Mayda chuda hamma narsa bor. Hammasi SSSR menimcha bular. Bitta yarimtasi tushmasa agar, qolgani SSSR. Bu tomonda boshlaymiz. Kanister nech pul ekan kanister? Egasidan yo'q ekan, garilka bor ekan. Mana bu nima ekan bu? Bir paytlar shunga pishini pishirardi, shundaymi? Pishini pishiradi shunga. Mana bu mashina. Sizadami bu? Pechka bor ekan. Velik nech pul?
Egasi yo'q. Vo. Mana bu narsa qapqon deydi buni mana shuni. Bir olsa ham lekin qo'lini oyog'ini sindirib tashlaydi o'zi ham. Mana. Yana o'sha. Jonqulga keladigan narsalar, kuchuk avlab yuradi o'shadan. Mana. Nasıl nechi pul aka? Assalomu alaykum. Rabotchimi? Ha, işte tuttu. Rabot köşe. Ha. Eski nasıl? Zo'r ishlaydi ha, mana shular. Shilang nechi pul ekan? Sizler 100 bin. Shilang 100 ming. Mana masterok bor ekan, hammasi rossiyskiy. Mana bu qisqich nima deydi, ana shundan bor ekan. Bular nechi pul? Olay 250. 250 dan. Shana nimani so'ray? Gaz kalit nechi pul o? 150 bin. 150 dan. Ana nimalar to'qshalar ketdi. Zo'r ekan. Nechi puldan bular to'g'ri? 80 bin. 80. 3 kilolik 80 ming. Cholg'i bor ekan mana o'roq. Taporlar hammasi rossiyskiy ha to'g'ri? Ha, rasıl 150 bin. 150 dan. Tapor, ana qaychi ham bor ekan. Bu qaychi bilan nima ish qiladi o'zi? Ularla daraklar. Ha, daraxt kesadi. Bular nechi pul? Ularla 100 100 bin. 100 mingdan mana kirkachalar ham bor ekan. Mana ko'rasizlar akalar. Kirkacha. Samarqand ham sizdanmi? Yok araba yok. Samarqand nechi pul ekan? Ha, Samarqandcha. Avtomat, rubulnik hammasi bor mana. Raboch. Yana nima kerak? Gaz plitka. Pechka nechi pul ekan? So'ram. 150 ming so'm. Yana nima kerak? Shurpayor bor ekan. Pilisos. Oho, mana. Hammasi rossiyskiy. Kattaligini qaranglar buni. Rapor bor ekan 200 ming, 150 ming. Mana bunaqa narsalar bor ekan. Elektriklar yaxshi tushunadi uni. Mana. Oho, hammasi rossiyskiy. Ko'rasizlar. Galovka deysizlarmi? Kluj deysizlarmi? Qaychim. Bu qaychilar nechi pul ekan aka? Buni ishni qilib bo'lganmi? Bu kishidanmi? Ha. Bu kishidan ekan. Mana. Batareyka deysizlarmi? Hamma narsa bor ekan. Choynak nechi pul ekan? 25 ming so'm. Mana bu ha? 25 ming. Mana bu ratsiya bundan olasiz. Juk telefon qilasiz Putinga. Shundan gaplashib o'tirasiz keyin mana. Panasonic ekan. Kalpaklar nechi pul? Kapaklar Ha, çoğuda 15. 15. Bittasi yo'q ekan, 3 ta bor ekan. Zo'r narsa mana. Yana nima? Bu yerda ham bor ekan. Assalomu alaykum. Bu kanister nechi pul aka? 50 ming ha? 50 ming kanister. Kalpaklar nechi pul? 15. Ana 4 ta komplekt turibdi. Yana bu yerda elektrik narsalar bor ekan. Hammasi moshinnik ha bular? Mana tushunadi buni. Mana. Yana nima bu? Bu nimaniki aka? Assalomu alaykum. Oyna. Katta moshinnik ha? Mana. Nechi pul ekan bu? 70 ming. Isuzu shunga to'g'ri keladi ha? 70 ming ekan. Zo'r. Bu narsa bor ekan. Bu nima aka? Sho'rpayormi? Ichma yo'qmi? Yo'q ekan. Bolgarkachalar nechi puldan ekan bular? 200-300. Hammasi ishlaydi ha aka? Hammasi ishlaydi mana. Mana sho'rpa. Yo'l ana ishlaygan. Hamma narsa bor kerak. Velik kimga kerak bo'lsa. Velik nechi puldan apa? Assalomu alaykum. Sizdan velik? Yo'q ekan egasi. Egasi yo'q.